Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Bizani doim kuzatuvchilar. Mana o'sha aytib o'tganimdek, mana shu hozir qo'yni junni oladigan apparatimizni hozir mana qo'yimiz bor. Ishlash jarayonlarini sizlarga qo'yib beramiz, qanday ishlatish kerakligini. Mana bu nima tayyorlanyapti deydigan bo'lsak, mana akamiz hozir bir aytib o'tadi. Nega bu nima bunaqa gelli suv qilinyapti? Buni gelli suv qilishimizning sababi bu apparatimizni ishlatib o'rganimizdan keyin mana bu joyi qizib ketadi. Qizib ketgandan keyin mamki bu narsalar yopishib qoladi. Keyin bu qizigan joyi qo'y badaniga tegsa, qo'yni bezovta qiladi. O'shaning uchun buni har zamonda gelli suvga tiqib olsak, mamtaga yopishgan yun bu narsalar, mo'yli narsalar hammasi yerga cho'kiladi. Yerga cho'kadi va bu soviydi. Natijada qo'y jim yotadi. Osongina silliq olgan. Tushunarli. Tozalanadi. Chunki qo'yni junida yog' ko'p bo'ladi, terisi bilan junni oladi. Ayniqsa semizroq qo'y bo'lsa, har qanday odam o'zi bemalol olish mumkin. Men ko'ryapman. Rahat emas.
Aynan bir professional oladigan odam shart emas. Yetishga qilasizlarmi? Xohlasanglar. Sangrani qiynalmaysizlar buni olishda, mana oson juda yengil. Ishlasi ham. Mana shovqin yo'q. Hozir 229 ishlaydi. Narxlarni ham keyin hozir kanalga qo'yib yuboraman. Buni narxlari ham juda qulay narxlarda. Bemalol xarid qilish ham qulay. Unaqangi har bir xonada bemalol olib ishlasa bo'ladi narxlar. Shuni ham olib bo'ldik mana. Ko'rdinglar? Oson, juda qulay. Bemalol mana shundan zakaz qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Bitta turbizib ko'rsatamiz endi. Bironta badaniga masalan hech qayerga ozor yetkazmasdan mana olib top-tozagina qilib olib. Aylanay ko'rsatuv bu.